Endi yaxshi olishadi endi. Ha, qarsak bo'ladi. Ana onam, ana qarsak, ana qarsak. Bunigani to'g'rila, bola. Ha, qo'yib ber, o'ziga etkazib bo'lu. Ha. Qo'y. Halagida. O'zi kilo. Qo'y ketmasin. Hop, ahamiyat bering, shu uslubi. Hey. Sıçalarda. Evet. Ahamiyet verin, kaptı da. Evet. Ahamiyet verin. Oy! Ne doğru geldi. Az yine kaldı. Ahmet. Ben köp ko'rganman mana shu o'yinni polvonlar o'ynaganda hisobni olmagan mana bu sop kallaga tegib yor vorgan. Alloh asrasin. Ha, Alloh bir asradi. Qani barala qarsak bilan ketdik. Ha! Qani! Hey! Yine qarsak yo'qman. Aha! Oxirigacha qarsak bormi qarsak. Polvonim, Arslonim. Endi toshlarni irg'itib o'ynagan bilan mayli, chiroyli ham bo'lmaydi. Endi bir keltirib tomosha ko'rsatasiz. Bir dona toshni havoni taftiga otasiz. Havodan kelayotgan toshni har xil maqomiga olib o'ynaysiz. Bu o'yinda polvon dorvozlar tilida jangilyor deydi. Jangilyor holati yonboshga olib tevadan pastga, orqadan oldiga degandek. Mayli, mingta gapirib maqtamay, o'zingiz ko'rib baho bering, baholash o'zlaringizga havola. Ko'ring, jangilyor tomoshasi. Qani ketdik polvonlarim, arslonlarim, ha! Ahamiyat bering. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilgan murodiga yetsin. Yevay shu, ha! تو خوشگل منی تو عشق منی تو آروم دلم تو زندگی منی stakanchik holati. Bunga barmoqni quvvati kerak bo'ladi, bilakdimi? Mana bunda bilak quvvati bilan ish bo'lyapti. Mahorat kerak, qarang, quvvat emas, texnicheskiy tomosha. Qarang, o'zini og'irligini o'ziga qo'yib beryapti toshni. Qarang, havoni taftida. Bitta qarsak bormi? Qarsak kelgan birovga yetsin. Gap bo'lmaslar. Ulug'bek polvon davrida. Ha, o'rtasida bo'lasi. Qaytarmasdan. Ha, o'tgan safar ko'rganman. Shu irimiga bilmadim, yarimta turganmikin. Bunday qilibingiz kirlo vaqt ichiga ketib qolgan. Ha, u shopram xafa bo'lib qolmasin, ertaga chaqirsak, kerak emas demasin. Ziyon tegmaydi. Ignani uchchalik ziyon tegmaydi mashinaga. Endi polvon yigit ishida qo'lida ushlab turadi, mashina suzaydi. Ammo bundan oldin bitta chiroyli tomoshangiz bor. Ana shu o'yinni o'ynab bermasangiz bo'lmaydi. Kelishdik. Ikkita toshni tekshirtirib olayapman. Tekshirtirib olay. Gumon yomon bo'ladi. Gumon imondan ayiradi. Polvon keldi. Shafiqiga ikkalangizga umringiz uzoq bo'lsin. Kelinglar. Borlaringiz shukur. Bo'z yigitlar, bo'ydaq yigitlar. Ha, hozir yerni daraxtni sug'ursa agar tomiri bilan oladigan yigitlar.
O'tinglar mana shu tomonga. O'tinglar. Ko'pchilik nomidan o'tinglar. Yordam qani o'zimiz sho'rvollar Abdullajon, o'zingiz boshqarsangizchi. Ular ana ko'rsating ikkalasiga. Ana bering. Bittadan ushasin. Ushay. Ana bo'lmasa. Endi yigitlar oralaringni ochasizlar, ozgina oralaringni. Oyoqqa tashlab yuborish yo'q, ha. Tepaga, yelkaga zvashgan chaynamaymiz. Yordamlashmaydi, yordamlash. Soating sinmasin. Usha jiyanim, usha. Chaynama, quvvat yo'qoladi. Olding. Yelkaga bitta, ha. Yo, ali tashama. Sekin ol. Sekin, yo bo'ldi. Sekin qo'ying. Sekin qo'ying. Ana, yigitlar, haqiqatdan ham tosh og'irmi? 32 kilodan chiqadimi? İçkeme yengil tosh emasmi? Borlaringga shukr. Yo'q demasdan chiqdilaring, o'shani o'zi polvonlik. Hali uylanganlaring yo'q, ha? Xudo xolasa ilohim uylaninglar, aqlli, xushli qizlar uchrasin ilohim. To'ylaringda borib xizmat qiling. Rahmat. Chaqirsak chiqaverasizlar yordamga. Hali ko'rik tomosha qiling. Rahmat. Polvon yigit ko'tarilmagan toshni ikkitasini bitta qilib ko'taradi. Agar sizlardan yaxshi qarsak bo'lsa, chap qo'liga yana bittani oladi. Jamiki yerdan 4 ta toshni uzadi. Sizlarning qarsaylaringdan quvvat oladi. Yurakdan qarsak cho'gan insonning o'g'li, nabirasi polvon bo'lib jahonga tanilsin. Davrada Ulug'bek polvon, hali ketdi yo'q. Ulug'bek polvon. Ha. Hey, odamning ko'ziga qarab turib meni aldayapti. Shuni, yo ko'zimga shuni parda solib qo'yapti. Bunday bechoraga savolyapti-da, ammo qo'li ikkalasi bitta qo'lda olamiz. Polvonim. Ha, bu nima? Aytdingiz. Bitta qo'lda va'da bo'ldi, ha? Qizi ham davib to'siyapti bunday qilib. Bunaqa turing. Qizi ham to'sib olyapti meni ko'rmasin tog'amni. Ammo ikki qo'lda otasi sekin o'nglayapti. Yo, bitta qo'lda ota. Bitta. Halol bo'lsa qancha keldi, ha? O'yinda. Bittaga mana, ha? Bale. कुछ तुम बोलो Hey, ha. Hop, qancha keldingmi? Qaniga yana bitta. Yo yordam bermaydi. Hop. Mana bu 4-inchisi sizlarga sovg'a. Bitta qarsachiga murod kelsin. Bale qo'yib qo'ying. Hey, ha. Bale. Bale, şaşırmazsan. Abdullajon şaşırma. Ketdi. Rahmat. Endi e'lon qilay. Nima bo'ladi? Polvon nima tomosha ko'rsatadi? Mana Damas mashinasi motorini bilasiz. Shuncha bo'lsa kerak, motori. Ammo polvonning yuragi mushtay yuragi bor. Qarang, inson shug'ullansa nimaga qodir bo'ladi? Mashina orqaga haydaydi, polvon ushab qolishga harakat qiladi. Alloh asrasin. Orqaga haydaganda polvonni sudrab, o'naqa olib ketadigan bo'lsa hisob emas.
Ammo polvonga kuch quvvat beradigan sizlarning qarsakalaring bo'ladi. Yurakda bitta qarsak bo'lsa, ulug'bek polvondan bir juda tomosha. Qani keting ha. Xo'p, qani, seksiylar. Aytayma. Bala. Hafruza, ana Hafruza, dadasi chaqiryapti. Hafruzani dadasi chaqiryapti. Mishina. Damas avtomobil mashina bilan qarama qarshi tomosha deyiladi. O'zi aslida ko'p polvonlar Damazning naqasiga ushlaydi mana bu holatda turib. Mashina orqaga qarab yuradi, mana shu holatda ushlanadi. O'zi aslida qoida shunday. Lekin men bunaqasiga turib yangilik chiqarganman. Qarama qarshi turiladi. Damazlik ko'tarilmaydi, mana shu holatda quvvatim yetgancha ushlab tura olaman. Agar mashina baquvvat bo'lsa, meni orqaga sudrab ketadi, teriga kirib ketaman. Alloh asrasin. Agar men quvvatim yetsa, kuchim yetsa, mashinani arqa qarama qarshi turib, balonni joyda chirqiratib aylantirib tursam, polvon otangga rahmat deb dadamga bitta qarsak cholgandi, dadasi o'lmasin, marhamat. Qani yetdi. Ey, kelasi o'chol, senden boshqa odamni qaraydi. Faqat yashirik bilan dunyodan olgan Uzbekiston. Hey. O'zing yagonasan. Ha, endi nima bo'lsa bo'ldi, xijolat bo'lmaysiz. Rapamiz o'pirga. Ha, hozir shunaqa metan yo'q qoldi-yu. Metan osonroq edi-da. Ha, yo, propan u benzin degan gap. Motor zivir aytib qo'yay. Sho'r bo'lasiz. Hisobda oling. Alloh kuch-quvvat bersa hech gap emas. Bolajonlarni ushlab turamiz, iltimos, opalar, akalar. Ayha! Ayhay! Allohu akbar. Yaratgan Allohim o'zing yagonasan, bittasan. Bismillah. Gaz bosim. Qattiq. Bo'ladi. Qarsak bormi? Bo'ladi. Qarsakchiga to'g'risiz. Samchoqon boshimda to'ppa, tarixim hamon saydi ko'ppa, harakat faqat yashirik bilan dunyoda. Bala shu bilan davlat ulug'bek polvon. Ha. Bala ha. Aha. Trekil mashinasini ishini ko'rsatdi qarang. Hay. Shu bilan. Shoshilmasdan. Hay. Ha. Shoshilmasdan. Okay. Bala. Ana shu holatda ushlayman deyapti. Qarsak bormi? Hay.